Stop. Kimda bor haligacha ishlatilmagan diplom yoki kimnidir byudjetiga bergandikmi tiplo? Toki hayot senga atagan lavozimi bor yo'g'i kuryer bo'lsa-chi, hech qachon ushalmaydigan orzuying xayolingda rejadek qolsa-chi. Bu paradoksni yengaman deb hayoting bilan kurashgan, lekin shaxsiy hayot, shaxsiy prinsiplar sana atrofingni muammolar bilan uğraşgan. Kurashgan erishadi deyishadi, lekin yutqizganlar ham to'ymas kurashga. Bosh olib ketging kelsa-da, lekin nima qilasan, sabring yetmasa hatto qor kurashga. Bu fakt. Psixolog emasman, no. To'g'ri yasha demasman, no. Men ham senga o'xshab harom yemasman, no. Goh hayotga bas emasman, qara. Mesopotamiya haqida nimani eslab qolardim, shu bu TikTok. Kimdir kimgadir aytgan ekan, hayotni bilmaganlar hayoti nikto. O'ylashing mumkin kim bu alamzada, notanish so'zlar u notanish tarzida. Ehtiyot bo'ladimi har bir frazada, yurdimi azada, sektor gazada. Eski fantaziya terminator, balki konspirologiyada illuminator. Lekin bugungi sun'iy intellektlar tabiiy intellektdan ancha murakkabdir. Bu anti-utopiya yoqmaydi hech qachon oziyam kopiya. Muzika bu ko'ngil uchun bo'lsa she'riyat, vaqt topish uchun bir teoriyami? Nima seni qutqarardi qurilishdagi ishdan, tugamas qishdan? Yomg'irda kech qolganingda avtobusga tushunasan, abadiy charchading ishdan. Bolalikdagi orzularing seni Santa Claus kabi tark etgan, tushun. Men faqat bitta rasmda ko'rganman hech qachon paydo bo'lmaydigan baxt qushon. Nega bunaqa isterika kuplet? Voy be, robot emas, jonliman. Yangi yilni Rojdestvo uchun emas, yil yangilanganligi uchun nishonliman. Men oydagi kreator emasman, menga quloq solma, motivator emasman. Hattoki shunchaki murojaat qilishsa ham nimagadir doim javob beraman rasman. Balki-da shunchun ham do'stlarim ularni ismini bilasan. Do re mi fa Benevidivichi, prosta kelding, ko'rding, yutding, qolganiga ciao. Ertalab uyg'onganda nega eslamadim tushim davomini? Nega bu olis xotiralar egallagan kunim davomini? Atlanta